Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar. Bugun Buxoro davlat tibbiyot universitetimizda milliy kiyimlar kuni. Milliy kiyimlarimiz bu o'zligimiz, ramzi, tariximiz, madaniyatimizning ko'zgusidir. Ularni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish barchamiz uchun ulug' mas'uliyatni talab qiladi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyev aytganlaridek, milliy urf-odatimiz va an'anamiz millatimizning ma'naviy boyligidir. Uni asrab-avaylash hammamizni zimmamizga yuklatilgan va kelajak avlodga uni albatta yetkazishimiz kerak. Milliy kiyimlar bizga milliylikni his qilish, tarix va urf-odatlarimizga bog'lanish imkonini beradi. Milliy kiyimlarda o'zligimizni topamiz, xalqimizga muhabbatimiz chuqurlashadi. Milliy kiyimlar kuni biz uchun milliy birlik va o'zaro muhabbatni namoyon etish vaqtidir. Yosh avlodga milliy kiyimlarni sevdirish va ularni ahamiyatini tushuntirish bizga katta mas'uliyat yuklaydi. Milliy kiyimlarimiz bu faqat kiyim emas, balki madaniyatimiz va tariximiz ramzidir. Har bir bezakda, har bir rangda o'z yurtimizning orzu-umidlari yozilgan. Milliy kiyimlar bizga milliylikni his qilish, milliy urf-odatlarimiz va tarix bilan bog'lanish imkonini beradi. Milliy kiyimlar milliy qadriyatlarimiz timsolidir. Yo'lida o'ynaydi g'oz